Biz sizga sifatli va hamyonbop pena-blok xizmatini taklif qilamiz. Jizzax viloyati G'allaorol tumani Ko'kmas qishlog'ida joylashgan. Pena-blok juda ham assortimenti ko'p, xillari juda ham ko'p. Buni tashqari burchaklariga karkaslarni ham bemalol o'zimiz to'qib qo'yganmiz. 5 xil, 6 xil razmerda karkaslarimiz bor. O'z arzon narxlarda olib kelsangiz bo'ladi. Dastlabki xizmatlari bor. Dastlabki albatta G'allaorol sentriga bepul karkaslarni ham dastlabkiga bepul qo'shib beramiz sentrga. Tashqari tomlarga pena qo'yish xizmatlari bor. Juda ham arzon tushadi, yengil bo'lib turib, boyagi chayon, sichqonlar kabri berib qo'ymasligiga garantiya beramiz. Ishlab turish jarayonlarini ko'rsalaringiz bo'ladi. Juda ham sifatli, o'zlaridan ishlab chiqargan materiallari bor. O'sha orqali bular pena bloklarni quyib, yetkazib beryapti. Narxlari juda ham ortiq, 2 etash uygacha bemalol ko'tarib, ustiga hatto plitkalar bossangiz ham garantiya beramiz. Pastdagi nomerlarni kommentariyaga qoldiraman, kirib ko'rsalangiz bo'ladi. Tashqari bizda arxitektura xizmatlari, ya'ni loyihalash xizmatlari bor. Uyingizda chizmalarini va qancha qish ketishlarini chizib hisoblab beramiz. Endi bu yerga pena uylari bo'ldi, chunki xarajati juda ham kam, sifati esa yuqori.